Qiz shahzodaga turmushga chiqish uchun burnini bolta bilan urib tekislab, o'z oyoqlarini bolta bilan chopib tashladi. Bugun sizlar bilan Zolushka ertagini butunlay boshqacha talqinda tomosha qilamiz. Agar filmni to'liq holatida o'zbek tilida ko'rishni xohlasangiz, Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Bundan tashqari 10 mingdan ortiq kino va seriallarni eng yuqori sifatda o'zbek tilida tomosha qiling. Kanal manzili kommentariyada. Video boshidayoq like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Film Elvira ismli orzulariga to'la qiz bilan boshlanadi. U shahzoda bilan o'zini romantikasini tushida ko'rayotganda oyisi uni bir urib uyg'otdi. U singlisi Alma va onasi Rebekka bilan boy zodagon Ottoning uyiga yetib keladi, chunki oyisi u bilan turmush qurmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Ottoni Agnes ismli qizi ham bor ekan va ikkala oila kechqurun dasturxonda kamtargina to'y o'tkazishmoqda. Ammo to'satdan to'y azaga aylandi, chunki Ottoning tomog'iga non tiqilib kutilmaganda vafot etdi. Agnes xonasida yig'lab o'tirganda Elvira unga hamdardlik bildirmoqchi edi, ammo Agnes unga qo'pollik qilib, "Otam seni yalmog'iz onangga faqat puli uchun uylandi" deydi. Va Elvira yugurib borib onasiga buni aytmoqchi edi, ammo advokatlar allaqachon kelib marhumning barcha boyligini musodara qilgan. Elvira onasiga hammasi yaxshi bo'lishini aytganda, oyisi unga "Qayerda yaxshi bo'ladi? Seni bu urut basharingga shahzoda tugul ot boqar ham qaramaydi" deydi. Va bechora qiz oynaga qarab basharasini ko'rib siqilib qoldi. Bir necha kundan so'ng otchopari shahzoda o'ziga xotin izlayotganini aytib, bokira qizlarning barchasini ro'yxatga qo'shmoqda va Agnes bilan Elvira ham bu ro'yxatga qo'shiladi. Shundan so'ng onasi qizni plastik jarrohga olib borib, Elviraning yuzini remont qilib qo'yishini va agar shahzodaga turmushga chiqsa, xizmat haqqini 2 barobar ko'proq to'lashini aytadi. Doktorga ham ekan Elvirani shartda yotqizib, narkoz qilmasdan burnini bolg'a bilan urib tekislashni boshlaydi, xuddi haykal yasayotganday. Va oqibatda Elvira burnida temir qo'yib yurishga majbur bo'ladi. Ayol qizlarini bal uchun tayyorlov kursiga yozdiradi va Elvira bu kursda zo'rg'a tanlanganlar ro'yxatiga qo'shildi, boshqa qizning o'rniga. Lekin shunday bo'lsa ham qiz o'zida xursand, erkitcha. Raqs darslari boshlanadi. Madam Vanya Elvirani o'rtaga chiqarib, o'rganganlarni ko'rsatishini so'raydi va qiz "Ko'zingga tashiga olma, uni ilola, gul deb boshlaganda, ustozi "Cho'za cringe" deb bechora qizni hammaning yonida erkit o'rdakcha deb masxara qiladi, xuddi o'zi tuzuvday. Qiz kechqurun hayot uni mo'ylamasdan har xil pozada aytarayotgani uchun yig'lashni boshlaydi. Yetmaganiga bal ko'ylagi ham unga torlik qiladi, chunki shirinlik yeverib qorni chiqib qolgan. Videoni qiziq joyida to'xtatganim uchun uzr, lekin yangi videolar tezroq va ko'proq chiqishi aynan bosgan laykingizga bog'liq. Shuning uchun hoziroq layk bosib qo'yasiz degan umiddaman. Oldindan kattakon rahmat. Bir necha kundan so'ng u o'rmonda Almaga parazitning tuxumini yutmoqchiligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, parazit uning qorniga tushgan hamma ovqatni yeb yuborar ekan va qiz qancha yesa ham semirmaydi ekan. Singlisi unga "Undan ko'ra pastdagi tuxumni yutsang bo'lmaydimi?" der edi, agar o'g'il bola bo'lganda va opasini bu yo'ldan qaytarishga urinsa ham foydasi bo'lmadi. Ko'rinib turibdiki, Elvira ko'plab tuxumlarni yutgan tajribasi bor ekan va parazitning tuxumini ham yutib yubordi va to'satdan ov qilayotgan shahzodaga duch keladi. Faqat bu uchrashuv qizlar orzu qilgandek ertak namo emas, chunki shahzoda sho'rillatib siyib yotgandi va qiz uyalib qochib ketadi. Uyga qaytganda Elvira otxonaning ichida degan ovozni eshitadi va ne ko'z bilan ko'rsinki, otboqar Agnesning orqasiga go'shtli ukoli bilan klizma qilib yotgan ekan. Elvira shartda buni onasiga aytadi va Rebekka Agnesni butun mahallaga sharmanda qilib, otboqarni esa haydab yuboradi va Elvira raqibini yo'qotganida xursand bo'lmoqda. Oradan 3 oy o'tdi. Bu vaqtda Elviraning burni tuzalib, qomati ham parazit tufayli biznes narsa bo'lib ketgan. Lekin bu chiroy Rebekkaga kamlik qiladi va yana doktorga olib boradi qizini. Doktor bu safar qizga yana narkoz qilmasdan igna yordamida kiprik ekadi. Bu sahnalar esa shunchaki dahshatli. Bir kuni Elvira vannada cho'milib spagetti tanovul qilmoqda va u Agnesni allaqachon o'ziga xizmatkordek qilib, uni Zolushka deb atashni boshlagan va to'satdan Elviraning sochlari to'kilishni boshlaydi, chunki qornidagi parazit tanadagi vitaminlarni ham so'rib olmoqda. Ertasi kuni Rebekka erkak tikuvchini olib keladi. U Elviraga bal libosini tikkan va soch to'kilayotganini ko'rib qizga parik beradi. O'sha kuni kechqurun u Zolushkani ham bal libosi borligini ko'rib, raqobat bo'lmasligi uchun Zolushkaning ko'ylagini yirtib tashlaydi. Bechora Zolushka shundan so'ng otasining jasadi yoniga borib yig'lab uxlab qoladi va ma'lum bo'lishicha erkak haligacha dafn etilmagan ekan. Zolushka tushida o'lgan onasini ko'radi va uning so'zlariga ko'ra ipak qurtlari qizga bal libosini tikib qo'ygan va ko'chada esa uni ot arava kutmoqda. Faqat soat 12 ga bong urganda arava qovoqqa aylanib qolish haqida ogohlantiradi. Bu paytda Elvira onasi bilan saroyga balga yetib kelgan va kelinlikka nomzodlari birma-bir shahzodaga tanishtirilmoqda. Faqat shu yerda bitta tushunarsiz narsa bor. Mana nima qilyapti bu? Elvira ko'rib turganingizdek zo'r narsa bo'lib ketgan. Manobirat esa xayolida moyka qilib qo'yapti qizda. Keyin shahzoda qizlar ichidan aynan Elvirani raqsga taklif qiladi.
Bir qarashda hammasi zo'r ketayotganda edi. Balda Elviradan chiroyli qiz yo'q. Shahzoda u bilan raqsga tushyapti. Ammo to'satdan Zolishka paydo bo'ldi-yu, hamma joyini to'tiga tiqdi va shahzoda kuchukka o'xshab endi uning yonida akillashni boshlaydi. Bu Elvira uchun ruhiy zarba bo'ldi, chunki u shu yerga kelguncha qancha azob chekdi va to'satdan qornidagi parazit qo'zg'ala boshlaydi va Elvira qochib ketib, parazitning tuxumlarini qusib tashladi. Onasi uni 1-2 marta shapatlab balga qaytardi. Shahzoda bo'lmasa birorta zodagon yoki nedagonni xotini bo'lasan deb va qiz uning bayramini buzgan malikasida Zolishka ekanini ko'rib g'azabim menga chiqdi. Soat 12 bo'lishdan oldin Zolishka baldan qochib ketdi va shahzoda uning tushib qolgan bir poy tuflisini ko'rib, kimga bu tufli loyiq kelsa, o'shanga uylanish haqida xabar beradi. Buni eshitgan Elvira uyi tomonga yugurdi va Agnesni pichoq bilan qo'rqitib, tuflining ikkinchi poyini tortib oldi. Elvira tuflini oyog'iga kiymoqchi bo'lganda ko'rinib turibdiki, bu tufli unga kichkina, chunki qizning oyog'i lapangda ekan va aqldan ozgan psix qiz barmoqlarini bolta bilan kesib tashlaydi. Qichqiriqni eshitgan Alma va Rebekka xonaga kirib hayratda va Alma onasidan bu ishlarni to'xtatishini so'raganda, onasiga pul bo'lsa bo'ldi ekan, qizi bilan esa umuman ishi yo'q. U Elviraga morfin ichiradi va boshqa oyog'ingni kesibsan, aslida bunisini kesishing kerak edi deb chap oyog'ini ham barmoqlarini kesib tashlaydi. Elvira hushiga kelganda butun tanasi zirqirab og'riyapti va shahzoda tuflining egasini, ya'ni Zolishkani topganini eshitib ko'cha tomonga yuguradi. Lekin zinadan basharasi bilan yiqilib, chiroyli burni ham sinadi va tishlari ham to'kilib tushadi va qarabsizki, bir kechada go'zal malikadan dahshatli almog'izga aylandi. Ertasi kuni singlisi Alma Elvirani tanasidagi parazitni chiqarish uchun unga dori beradi va ko'rib turganingizdek, Alma uning qornidan parazitni xuddi lag'mon cho'zganday cho'zib olyapti. Shundan so'ng Alma uydagi taqinchoqlarni olib, otasi bilan bir otga minib bu davlatdan bosh olib ketdi. Shahzoda esa bokira bo'lmasa ham Zolishkaga uylanadi va bolajonlar ertagimiz shu joyida o'z nihoyasiga yetdi. Siz o'z shahzodangiz uchun shunaqa ishlar qilishga rozi bo'larmidingiz? O'z javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosib, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.